Ajoyib. Laboga tunuka qo'yish xizmati ketdi. Xohlagan tunikadan bor. Leboy razmerda, taglari bunaqa shumkalarigacha qo'yib olishyapti. O'ta ham tez ishlashadi. Yarim soat 40 minutda tayyor qilib chiqarib yuborishadi. Sababi zagotovkaga hammasini tayyor qilib qo'yishgan. 1.7 dan 1.8 gacha listlarimiz tayyor holatda bor ekanlar. Pastiga ahamiyat berasizlar, uloq tushmas ekan, maxsus zakaz asosida keladigan list. Utliniyasi, shumkasini qilishyapti, po'klar qo'yilyapti. Har biriga qo'yib beriladi. Kelasizlar, qo'ydirasizlar, chiqib ketaverasizlar akalar. Maza. Tayyor bo'ldi. Zavod qilmagan ishlar qilib ekan, unaqa temirlari, sef kerak bo'lganlarga seflari, akkumulyator защитниклari bilan zo'rmi? O'sha legendarniy anjam pechka deydi-yu. Narx qanaqa? Narxini aytamizmi? Aka, xudo xolasa narx-navojini o'ynab turadi, lekin xudo xolasa arzon narxlarda qilib beramiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Andijonga kelganmiz. Akalarning mehnatiga gap yo'q, hunariga gap yo'q. Qaranglar. Laboga tunuka qoplash xizmati xohlaganlarga 07 dan 1.8 stenkagacha bo'lgani bor. Nerjavika dislar, Atsinkovoy, Devo tunuka Liboydan qoplab berishadi. Olimboy aka, assalomu alaykum aka. Aka, va alaykum assalom. Yaxshi keldinglar. Rahmat aka. Qancha vaqt ketyapti hozir buni qilishimiz? Aka, 45 minutda tayyorlab chiqaraveramiz. O'zi astoydil bo'lsa 10 minutda ham chiqarib olar ekansizlar, ha? Hamma bolalar bittadan yopibsiz. Albatta. Qaranglar. Hozir maksimali o'sha 40 sekund atrofida tayyor yig'ib qo'yishdi, endi qotirish jarayoni. Xullas, vodiyda xudo qolsa eng arzoni mana shu akamizda kelaverasizlar. Andijonda aeroportda Kalsovoy bor-ku. Sheremetga shunday yurganda 10 qo'lda. Lokatsiya berishadi, ekrandagi raqamga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, bu qanchaligi? Qalinligi bortlari 1.2 bo'lyapti, poliga 1.5 stenkada qilib beryapmiz. Qanchaga tushyapti? Buni 1.900.000 so'mga qo'yib beryapti. 1.900.000 mingga. Agar menga zo'r yoqqan tarafi ish bitirishga qayergadir borsangiz, ertaga keng, indinga keng, berganingizdan keyin ham kechga tayyor bo'ladi, ertaga tayyor bo'ladi deydi. Agar juda kelasizlar, ana mana qilib tayyor qilib qo'yishadi. Xizmat sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana nima deyapti aka? Zaklyopka. Zaklyopka. Zaklyopka ham zavod urilyapti. Yaqindan bitta ko'rsatib qo'ying. Zavod bo'lyapti. Ham mustahkam, ham pishiq, ham arzon. Xo'p, boshqa yerga ham borib, misol uchun Farg'ona, Andijon, Namangan uzoqroq joyda bo'lsa, 3 ta bo'lsa, olib borib o'zlari ham shu uylaringga ham o'rnatib berib kelishlari mumkin. Xo'p, bu biznesni boshlayman deganlarga bir $2000 asarti olsalaring, o'rgatib qo'yishadi, qanaqa xotirish, nima qilish kerakligini. Misol uchun Voha tarafda, Toshkentda yoki Qirg'iziston, Qozog'istondagilar ham o'zlaring bemalol xizmat qilaverasizlar. Bitta laboga o'rnatib berish 200.000, 300.000, 400.000 shunaqa bo'lyapti ekan. Biz video davomida hammasini aniq tushuntirib berganmiz. Videoni abdushi like boshladik. O'rnatib olishda qotirib qo'yishsa bo'ldi. Zo'rmi akalar? Agar mana shu biznesni o'rganaman, men Vohadanman, qo'shni davlatdanman, kerak desalaring, Olimjon akaga murojaat qilaverasiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? 1 minut ham ketmadi. 1 minut ham ketmadi, dangillatib tashlab gap yo'q. Bolalarga gap yo'q akalar, haqiqiy zavod. Akajon, eng arzoni xudo xolsa vodiy bo'yicha sizda. Albatta aka, xudo xolasa shunga harakat qilyapmiz. Sababi mijozlarga arzon, tez va sifatli xizmat ko'rsatsak, ular bizdan xursand bo'lib, ishimizdan mamnun bo'lib, yana qayta kelishlarini uchun shunaqa yo'lga qo'ydik aka. Zo'r. Xo'p, akalar, endi qaranglar. Leboy Laboga bu 200 ta 300 ta zagotovkam tayyor deyapsiz. 500 komplektcha tayyor turadi bizda. Kelasizlar, bitta telefon qilib qo'yasiz, ekranda raqamlar turibdi. Shunga kelib turib, yarim soat 40 minutda shunday qo'yib, bu qotirilmadi xolos hozir. Shu qotirib berib chiqarib yuborishaveradi. Hozir akalar vaqt pul bo'lib qoldi-da. Ana shuning uchun qayergadir olib borsangiz, misol uchun 1 kunlab qolib ketadigan joylari bo'ladi, 2 kunlab qolib ketadigan. Bayda unaqa emas. Shunga kelib, ana mana degan so'z tayyor qilishadi, yana minib ketaverasizlar. Xo'p. Aka, mana biznes o'rganaman deganlarni siraz aytib ketaylik, nima qilish kerak? Xo'p, agar tunuka sohasida odam bo'lsa, tezroq o'rganib, tezroq mana faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin. Agar tunuka sohasidagi odam bo'lmasa ham o'rgansa bo'ladi.
unga jinday vaqt ketadi. Agar astoydil xohlasa, Aha. uni ham tez orada o'rganib olsa bo'ladi. $2000 puli bilan aka kelsa, bir 10-15 komplekt 07 dan 1.8 gacha bo'lgan listlardan tayyordan olib ketsa, Aha. o'zida olib borib bitta qo'yib berishi qancha laboga hozir? Misol uchun boshqa yerda xizmat haqiga qancha oladi? Xizmat haqiga endi 200 ming so'mdan greta bir 400 ming so'm, 500 ming so'mga davr bo'ladi. Dogovoriga. Dogovoriga qarab, ha. Tushunarli. Bu akaga kelsangiz, akalar o'rgatib, bitta hunarli qilib qo'yishadi. Mana shu hamma narsani qanday qilinadi, qaytini qanaqa kesish kerak, bu buklangan tayyor holatda boradi. Siz olib ketasizlar. Qo'yib berib, xizmat haqiga 200 mingdan o'sha 400 ming so'mgacha foyda qilsang bo'laveradi. Bu qo'shni davlatdagilar ham voha taraf kelaversin. Albatta, Tojikistondan ham aloqaga chiqishyapti. Tojikistondan ham spros bo'ldi. O'sha so'radi, biz nima qildik? Aloqaga chegaraga olib borib beradigan holatdagi gaplashdik. Endi O'zbekiston bo'ylab qizig'i yo'q, qayerga desa, dastlabki qilib chiqarib olishimiz mumkin. Tushunarli. Endi narxlarga to'xtalsak aka, bu listga qarab narxi o'zgarib turadi. Bugungi narxini aytsak. Xo'p, bizda aka 07, 08, 09, 1.2, 1.5, 1.8 lik hammasi butun. Haligi bu sohani tushungan, bilgan odam biladi, mana polada stigi yo'q bizda. Keyin u bir xil razmer emas, o'sha 07, 08, 09, 1.2, 1.5, 1.8 deb shu hamma qalinlikdagi nimalarimizdan, tunikalarimizdan polaga butun tushadigan listlar, zagadobkalarimiz tayyor bo'ladi. Xohlaganicha, xohlaganidan beraveramiz. Отцинковый tunika, нержавейка, любойdan. Ha, Devo tunika, отцинкованный и нержавейка, отцинкованный, Devo tunika 3 xil nimamiz bor aka. Xohlaganidan tanlasa qo'yib yoki dastlabki qilib chiqarib olishimiz mumkin. Agar xohlovchilarga rulon holatda kerak desa, rulonlarimiz ham bor, uni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bu maxsus zakazga kelar ekan, bozorda misol uchun topish qiyinroq bo'lgan. Hammasi 1.25 ta bizdagini endi. Ha, bizda tunikalarda endi 1.25 oladi, bularni eni 1.50. Ha, kam yo'q. Kam yo'q. Bular zakazga nima qilib, eksport qilib olib keltirganmiz aka. Shuni hisobiga bizda hamma modelidan, hamma qalinligidan bor. Tunikadan ham optimda rulonda sotsa bo'laveradi. Ha, albatta, kimdir imkoniyati bo'lsa, rulon bilan olib ishni boshlasa ham bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, uyiga borib qilib berish xizmatlarimizni ham aytib beradi. Agar bittadan ko'p, ya'ni 2 ta, 3 ta bo'lsa, Namangan, Farg'ona, vodiy bo'ylab aka borib qilib berishimiz mumkin, vaqtini kelishgan holatda albatta. Tushunarli. Xo'p, akalar, o'ylaymanki, mana Laboga, yana qanaqa mashinalarga bor dedingiz? Yuk tashiydigan har qanday mashinaga qilib berishimiz mumkin. Faqat Labo o'zimizda chiqayotganiga tayyor bo'ladi. Qolgan mashinalarga shu ertalab kelsa, peshindan keyinga xudo xolasa tayyorlab qo'yib olamiz. Ketaveradi mashina tayyor holatda. Xo'p, xizmat ko'rsatishda aytdik. Narxlari, narxi qolib ketdi. Narxlari aka 1 milliondan 2,5 million so'mga ustunovka qilib beryapmiz. Uni agar o'zi qo'yib oladigan bo'lsa, uni yana ham arzonroq qilib beramiz. Maosh qanchalik? Bu qalinligi 1,5, 1.2, poli 1,5 lik bo'lgan aka. Buni 1 million 900 ming so'mga hamma yo'g'ini qilib qatirib beryapmiz aka. Zo'r. Shkaf ham bor sizda? Ha, u отдельный bitta nimamiz, ko'rsangiz bo'ladi. Akalar, mana tashkilotlarda yog'och yo'q, temir listli bu, listli. Ha, yog'och shkaflardan foydalanish mumkin bo'lmagan joylarga listli shkaflarimiz bor. Leboy qalinlikda stenkada yasab berishaveradi, xohlagan razmerda, xohlagancha etaji bilan qilib berishadi akalarimiz. Xohlasangiz supermarketlarda mayda eshikli bo'ladi-yu, o'shanaqalar ham qilib beraverasiz. Albatta aka. O katta buni xohlasang baland ham qilib berishaverar ekan. Mana shunaqa xizmat ham bor. Va yana bu akalarimizda listdagi juda ham hamma joyda ko'rish qiyin bo'lgan mana shu 1 stenka, ya'ni 1 santimetrli listlarni ham aytgan gradusda bukib beradigan listdagi ipimiz ham bor. Bu xizmatni ham bemalol ustakalarimiz foydalansa bo'ladi. Ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilsang bo'ldi. Mana shunaqa gap. Labochi akalar tunika qildiraman deb yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Bir $2000 nima biznes qilsam bo'larkan deganlarga Laboga tunika qoplash xizmatini ham taklif qilamiz. Обучениyalar hammasini Olimjon akamiz o'rgatib qo'yishadi. Aka, rahmat, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Xo'p aka. Agar o'sha legendar Anjan pechka deydi-yu, birdaniga ikkita xonani isitib beradigan pechkalar ham optim narxda. Narx qanaqa? Narxini aytamizmi? Aka, xudo xolasa narx-navojini o'ynab turadi, lekin xudo xolasa arzon narxlarda qilib beramiz. Optimda mana shu yerda o'zida yasalyapti ekan akalar. Olib sotsalangan bo'laveradi, xonadonga osilgan bo'laveradi. 2 ta 3 ta olganlarga
dastlabkasini ham kelishilgan holda qilib beramiz deyishdi. Ha, tunikalar haqida ham bitta gapiraylik aka. Bu liboy razmeri bor ekan-da bu pechkamizda. Pechkalarda bu razmeri. Aha, pechkalarda xohlasa shu o'rtacha razmer, uzun razmer, o'chali razmerlari ham bor. Ko'rib, nima qilaverasizlar. Agar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, dastlabki ham qilib beramiz agar 2 ta 3 ta bo'lsa. Bo'ldi. Xo'p, tunikalarimiz. Tunikalar. Aha. Achinkovoy, Nerjavika, Devo tunika. Ha, mana zakatovkani ko'rsatamizmi? Hammasi laboga. Ha, hammasi laboga aka. Bular Devo tunika. U Nerjavika bunisi. Aka kimdir onaqa pishovoy desa, aka mana Nerjavika pishovoy bo'ladi. Markasi ham toza shu nimaga javob beradi. O'sha oziq-ovqat shunaqa narsalarga. Atsikovanniy desa, mana atsikovanniylari ham bor aka. Bo'ladi. Arzonroq modelida mana ularlari bo'ladi aka. Ha, arzonida mana bu yerda. Qolganida banolarda bo'lmaydi akalar. Ha, 07, 08, 09, 12, 1.5 bo'ladi. Xo'p, sababi endi zakasda bu akalarimiz o'zlari 1.5lik listda olib kelib zakazga keladi bu. Ha, bu eksport qilib olib kelganmiz. O'zimizda eni 1.25 lik bo'ladi. Bular 1.5 metr eni. Xo'p, bu narsadan zakaz qilsa rulon bo'yicha gaplashsak bo'ladi. Albatta aka. Bo'ldi. Xullas akalar kelaverasizlar. Bu lista gapingiz haqida ham bitta gaplashaylik. Bu lista gapimiz birlikgacha bo'lganini bukib beraveradi. 1 santimetrga doq bo'lgan listlarni bukib, o'sha o'zini maxsus grafika qo'yib, katyol, har xil nimalarda bukib nima qilib beryapmiz. Bu maxsus nimamiz aniqlikda yuqori aniqlikda millimetrgacha aniq uradi. aka. Xullas ustakalarga bu juda ham qiziq. Ya'ni listlar bilan ishlaydigan ustakalar qaydadir gradus chiqarish kerak, bukish kerak bo'lgan joylarda Olimboy akamizga murojaat qilaverasizlar, ishlaringni hal qilib berishadi. Xohlagan katyolmi, qoliplarmi, qalin listlarda tayyorlanadigan nimaiki mahsulot bo'lsa, kelsanglar uslubga qilib chiqarib beraveramiz aka. Sog' bo'lasizlar. Bo'ldi. Bu xizmatning ichidami prostaga va bunaqa temirlarni ham qo'yib berishar ekan o'zlari. Nima zaril aka? Klient maza qilsin, ha? Albatta. Bu optoda qayshib qolmasligi uchun ekan narsalar bular aka. Gap yo'q. Haqiqiy necha yildan beri bu sohadasiz? Tunika sohasi bo'yicha 25 yil bo'ldi. Labo sohasiga 5 yil bo'ldi aka. Zo'ri 5 yil ham normalniy vaqt aka. Xullas, bir marta kelgan odam klient topib qolar ekan Olimjon akamizga. Zo'r aka gap bo'lishi mumkin. Men hayron bo'lib turdim, bunga qo'shimcha to'laydi yoki berib ketgan deb o'tiribman. Har bir kelganiga qilib berasiz yo'q bo'lsa. Zo'r. Mana haligi. Kasbga sadoqat mana shunaqa bo'ladi. Akalar tayyor bo'ldi. Zavod qilmagan ishlar qilib yuborishar ekan, unaqa temirlari, sef kerak bo'lganlarga seflari, akkumulyator zashniklar bilan zo'rmi?